Assalomu alaykum do'stlar. Bugun aromatik uglevodorodlar mavzusini gaplashamiz. Sistematik hamda o'rinbosar nomenklaturasi bo'yicha nomlashni o'rganamiz. Demak, yozdik mavzuni. Arenlarning nomlanishi va izomeriyasi. Ya'ni aromatik uglevodorodlarning nomlanishi va izomeriyasi. Arenlar boshqacha nima deyiladi? Aromatik uglevodorodlar deyiladi. Yozib qo'yamiz. Umumiy formulasi CnH2n -6 bo'lgan. Umumiy formulasi CnH2n -6 bo'lgan. Tarkibida benzol halqasini saqlagan qo'yilmagan uglevodorodlar, aromatik uglevodorodlar yoki arenlar deyiladi. N'ning qiymati eng kichigi 6 bo'ladi. N'ning qiymati 6 ga teng yoki undan katta bo'lishi mumkin. Demak, eng sodda vakilida uglevodorodlar soni nechta bo'lar ekan? 6 ta bo'lsa, H dan nechta bo'ladi? 6 ni 2 ga ko'paytirib 6 ni ayiramiz. C6H6. Buni o'zi benzol deb ataymiz, normal. Benzol. C7 bo'lsa, H dan nechta bo'ladi? 7 kere 2 14, 6 ni ayiramiz. 8. C8H 10, shundaymi? C9 bo'lsa, H 12 ta va hokazo davom etadi. Benzol, keyingisi toluol, keyingisi ksilol va kumol deb ataymiz. Bularning nomlarini tarixiy nomlar aytaylik. Tushunarlimi? Ana endi bular tarkibida nima saqlasin? Hammasi benzol halqasini saqlasin, ha? Masalan, hop. Birinchisi C6H6 dedik. Buni halqa nima dedik nomini? Benzol halqasi. Benzol halqasi qanday tuzilgan? Har bir burchagida bittadan uglerod bo'ladi. Demak, 6 burchak hosil qilamiz uglerodlardan mana. 6 burchak va ular o'zaro oralatib yozamiz. Har bir uglerod necha valentli bo'lishi kerak ekan kimada? 4 valentli bo'lishi kerak mana. Bo'sh qo'llariga vodorod yozib chiqdik. C dan 6 ta bo'ldi. Ugleroddan 6 ta bo'ldi. H dan 6 ta bo'ldi. Tushunarlimi? Endi buni sal qisqartirib olsak, CH qo'sh bog'lari bor-a? Mana shunday holatda bo'lardimi? Benzol halqasi. Keyingi vakillari shu benzol halqasidagi vodorodning o'rniga radikalning almashinishi hisobiga hosil bo'ladi. Mana shu xohlagan bitta vodorodni radikalga almashtirib qo'ysak, benzolli yomg'irga hosil bo'ladi. Masalan, mana keyingi C dan nechta ekan? 7 ta. Benzol halqasini chizib olamiz. C dan 6 tasini benzol halqa ko'rinishda 6 burchakka yozib olamiz mana. Qo'sh bog'larni yozdik. Uni nechta vodorodi bor dedik? 6 ta vodorodi bor. 6 ta vodoroddan bittasini mana shu tepadagisini aytaylik, uglerodga almashtirib qo'ydik. Mana metil radikaliga almashtirib qo'ydik. Mana H deb. Tushundikmi? CH3 bo'ladi-ku metil. Radikal bir dona vodorod o'rniga radikal almashtirdik. Keyingi vakili hosil bo'ldi. Undan keyingisini hosil qilish uchun yo bir nechta vodorodni radikalga almashtirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana endi 6 burchakda o'zini chizsam tushunaveramizmi endi? Benzol halqasi. Mana bittasiga metil almashtirsak, ikkinchisiga yana bitta metil almashtirsak, nechta uglerod bo'ldi? Halqada 6 ta, halqaning tashqarisida 2 ta. Hammasi bo'lib 8 ta bo'ldi. Demak, C dan 8 ta bo'ldi. Vodorodlarchi? Mana yerda 1, 2, 3, 4. Unga buni 6 tani qo'shsak, 10 ta. C dan 8 ta, H dan 10 ta degan xulosaga keldik. Ksilolni tuzilishi kelib chiqdi. Bo'ladimi? Har bir burchakda nima bor ekan mana shu bitta burchakda? C H bor ekan. Tushunarlimi? CH deymiz. Ayam CH. CH da o'rniga nima keldi bu yerda? Metil C ni o'zi qoldi, aytdim. C ni o'zi qoldi. Mana bu dumaloq degani bu doira nimani anglatar ekan bu? Ibolar mana shunday. Tushunarlimi? Tuzilishni hosil qilaveramizmi endi? Demak, 6 burchak chizib qo'ysak nima degani ekan bu? Benzol halqasi degan ekan. Yaxshi. Benzol halqasining tuzilishini yozib qo'yamiz. Benzol halqasining tuzilishini 1865-yili Kekule taklif qilgan.
Kekulli mana shunday holatda formula taklif qilyapti. Qarang. Yo bu holatda yo mana bu holatda ifodalashimiz kerak dedi. Mana bunga qarang mana. Xush bog', pi bog' mayda turibdi. Shu holatida pi bog' yo'q. Bu holatda pi bog' yo'q. Bunda bor. Tushundikmi? Buni benzol halqasini qiyshaytirib qo'ysak, shu bilan bir xil holatga kelib qoladimi? Ha, burilib qolsa bo'ldi, bitta burib qo'ysak bo'ldi ekan. Demak, benzol halqasi yo mana bunday, yo bunday holatda ifodalashimiz mumkin degan xulosaga keldi. Tushundingmi? Bu Kekulli tomonidan taklif qilingan formula. Demak, bundan xulosa qilindi, pi bog'larni aniq o'rni yo'q. Pi bog'lar barcha uglerodlarga tegishli ekanda, demak, mana bu ikkala uglerodga ham yoki bu ikkalasiga ham tegishli bo'lishi mumkin ekan degan xulosaga keldikda, benzol halqasini ifodalashda o'rtasiga bitta doira qo'yib qo'ydik. Bu doiraning ma'nosi pi bog'lar barcha uglerodlarga bir xilda taalluqli bo'lar ekan degan xulosaga kelyapmiz. Hop, qaranglar endi. Masalan, shu benzol halqasini bir tahlil qilib ko'ramiz, hosil bo'lishini. Uglerod 6 burchakka uglerod yozib olamiz va endi bu uglerodlarimizga bittadan vodorodni bog'lasak, mana shu benzol halqasi. Har bir uglerodda o'zi uglerod necha valentli bo'ladi? 4. Demak, uni tashqi qavatida nechta elektron bor? Tashqi qavatda 4 ta elektroni bor. Demak, uglerodning tashqi qavatida 4 ta elektrondan nechtasini ishlatyapti? Bu bog' hosil qilish uchun 1, 2, 3 tasini ishlatdi. Nechta qoldi? Bitta qoldi. Mana uglerodchi. Bu ham shu holatda 1, 2, 3 tasini ishlatdi. Nechta qoldi? Bitta. Bunisi-chi? Bunda ham bitta. Bunisida ham bitta. Har bir uglerodda bittadan juftlashmagan elektron qolib ketdi. Tushundingmi? Mana shu elektronlar, bu elektron xohlasa mana ikkovi bilan 1-2 pi bog' hosil qilish mumkinmi? Ortiqcha elektron? Mumkin. Xohlasa bunisi bilan ham hosil qilish mumkinmi-da? Shundaymi? Mana bu ikki. Chunki bitta pi bog' hosil bo'lishi nechta elektron kerak? Ikkita pi elektron kerak. Tushundingmi? Mana bu elektron xohlasa bu bilan, xohlasa bunisi bilan. Demak, ikkala tomon bilan ham bog' hosil qilish imkoniyati bormi-kan? Mana bu ham xuddi shu holatda bo'ladi mana. Bunisi ham xuddi shu holatda. Bu elektronlarimiz ham xuddi shu holatda desak, ana endi mana bu orada hosil bo'lishi mumkin bo'lgan pi bog'lar kimga tegishli ekan? Barcha uglerodlarga bir xilda tegishli bo'lib qoldimi? Shuni bir xilda tegishliligini ifodalashni nima qo'yamiz ekan halqaga? Doira qo'yib qo'yamiz bitta. Tushundingmi? Shu dumaloqni ma'nosi nima ekan u? Barchasiga tegishli. Pi bog'lar barcha uglerodlarga bir xilda tegishli degan ekan. Tushundikmi? Ana undan xulosa qilamiz endi. Demak, agar pi bog'lar barchasiga tegishli bo'lsa, uglerod orasidagi bog'lar ham hammasi nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Mana bu bog'ning masofasi. Mana bu bog'ning masofasi 0.140 nanometr. Bunisi ham 0.140 nanometr. Mana bu bog'imiz ham 0.140 nanometr. Demak, uglerod orasidagi barcha bog'lar nima ekan? 0.140 nanometrga yoki 0.140 nanometr qancha angstromga teng bo'ladi? 1.4 angstromga teng bo'ladi. Bo'ladimi? Uglerodlarning gibridlanish turiga kelsak-da, mana ular pi bog' deb qarang. Bizga nimasi kerak gibridlanishni aniqlashda? Sigma bog'lar kerak. Nechta sigma bog'i bor? 3 ta. Demak, sigma bog'i 3 ta bo'lsa gibridlanish turi qanaqa bo'ladi? sp2. Mana o'sichi? sp2. Bunisi ham sp2. Shuning uchun hammasi nima ekan bu? sp2. Nechta sp2 uglerod? 6 ta. Demak, sp2 orbitallar soni nechta bo'ladi? 6 ta uglerod atomi, har birida nechta orbital bor? 3 tadan 3 ga ko'paytirsak, 18 ta sp2 orbital. S orbital nechta? P orbital nechta? S qaydan bilyapsiz S orbitalni? Chunki vodorodlar soniga teng. Vodorodlar soni 6 ta, demak S orbitallar 6 ta. P orbitali nechta? Desa mana shu orbitallar 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyapmiz va ya'ni nechta pi bog' bor bunda benzol halqasida? Har qaysi benzol halqasi 3 ta pi bog' bor. Har birini hosil qilish uchun bitta pi bog' hosil bo'lish uchun 2 ta p elektron. Demak, nechta ekan? 6 ta p orbital. Hop. Sigma bog'i nechta? Pi bog'i nechta? Umumiy bog'i nechta? Topamiz. Hop, sigma bog'lar benzol halqasining tashqarisida uglerod vodorod bog'lari sigma bog'. Nechta ular? Atrofida 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Shundaymi? Halqaning ichkarisida 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Hammasi bo'lib 12 ta sigma bog'. Nechta pi bog' bor dedik?
Mana da 1. Ha buni 6 ta p elektron, 3 ta pi bog' hosil qildi dedik-ku, mana buni halqada chizdik a. 3 ta pi bog'i bor. Umumiy bog'lar soni 15 ta ekan degan xulosaga kelamiz. Bo'lardimi? Masalan, tolvol misolida ko'raylik-a, tolvolning tuzilishi. Bundan keyingi vakili benzol moliga tolvolda nechta uglerod bor dedik? 7 ta uglerod bor dedik. Mana pi bog'larni qo'ydik. Bittasini mana tepaga chiqarib yozib qo'yapmiz, mana. HH. Ana shu moddani nimalarni topaylik? Aytaylik. Sigma bog', pi bog', umumiy bog'lar soni, s orbitali, p orbital, sp2 orbital, sp3 orbitallar sonini topaylikchi qani. Hop. Nechta vodorodi bor? Hammasi bo'lib S7 H8 deyapmiz. Vodorodlar soni 8 ta bo'lishi kerak-mi? Uglerodlar hammasi 4 valensiy bo'ldimi? Bo'ldi. Hop. Sigma bog'lar sanayapmiz. Halqani tashqarisida mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Tushunali? Mana bu atrofda 6 ta. Buni 3 ta bilan 9 ta. Halqaning ichida 1 2 3 4 5 6 ta. Qo'shsak 15 ta sigma bog'. Pi bog'lari soni 3 ta. 1 2 3 ta mana. Pi bog'larni qizil bilan belgilab qo'yibman, mana. Mana shular nima ekan bu? Pi bog'lar. Mana umumiy bog'lar soni 18 ta. S orbitallar soni nimaga teng? Vodorodlar soni nechta edi? 8 ta. P orbitallar soni 3 ta pi bog'ni hosil qilish uchun 2 tadan 6 ta p orbital kerak. Tushundingmi? sp2. Benzol halqasida uglerodlar qanaqa gibridlangan? Hammasi sp2. Bunisi ham sp2, bunisi ham sp2. sp2, sp2, bunisi ham sp2. Nechta sp2? 6 ta sp2 atom, ya'ni uglerod atomi va har birida nechtadan? 3 tadan orbital bor. To'plasak 18 ta sp2 orbital. sp3 desa, halqani tashqarisidagi uglerodimiz gibridlanish turi sp3 ekan dedi-ya. Demak, nechta sp3? Bitta sp3 atom, uni 4 ta orbitali bor, sp3 orbitallar soni 4 ta bo'lar ekan. Shunaqa topa olamizmi? Endi turlari haqida gaplashamiz. Qachon aromatik halqa, ya'ni benzol halqa aromatik uglerod deb qaraladi yoki qachon aromatik bo'lmaydi? Masalan, bir nechta moddani berib turib, aromatik yoki aromatik emasligini so'rasa, topishimiz mumkinmi? Aytaylik, bizga bir ikkita moddani bersin-da, 2 xil, 3 xil modda berib, aromatikmi yoki yo'qmi degan savol beradi. Masalan, mana shularning ichidan qaysilari aromatik? Birinchisi aromatikmi? Mana birinchisi aromatikmi? Yo'qmi? Yo'q. 3 ta pi bog' saqlash kerakmi? Ikkinchisi aromatikmi? Qaysi biri? Mana uni sanab ko'raylikchi, mana 1 2 3 4. Aromatikmi bu? Bunisi-chi? Nimaga? Olti burchak emas va shunaqami? Ha. Butil halqasi emas. Bunisi-chi? Va bunisi-chi? Bu ham aromatik emas, shundaymi? Masalan, bunday holat bo'lsin-chi, mana. Aromatikmi? Hami? Endi bunisi-chi? Bu ham aromatik, shundaymi? Ana shunday. Qaydan bilyapsiz shuni? Ha. Buni aromatik emas dedik. Aromatik deyapmiz. Mana ikkalasi aromatik emas, lekin ikkitasi aromatik, ya. Qaydan bilyapsiz? Qanaqa qilib? Aromatik yoki aromatik emasligini topyapmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Nargiza? Ha. Yo'q, yozib qo'yamiz mana shuni. Hop. Modda aromatik bo'lishi uchun halqadagi elektronlar soni 4n+2 formulaga mos kelish kerak. Demak, modda aromatik bo'lishi uchun halqadagi elektronlar, ya'ni erkin p elektronlar soni 4n+2 formulaga mos kelish kerak. Tushunali-ya? 4n+2 formula. Bu Hughes-Kellning qoidasi hisoblanadi. Bundagi n nima? N bu halqa soni. Agar demak halqalar soni bitta bo'lsa, nima bo'lishi kerak ekan? Formula bo'yicha halqa bitta bo'lsa.
4 ko'paytirilgan 1 plus 2 desak necha bo'lishi kerak? 6 ta erkin elektron, p elektron bo'lishi kerak. Tushundingmi? 6 ta p elektron. Bitta pi bog' hosil bo'lishi uchun nechta p elektron kerak? 2 ta. Demak, buni 2 ga bo'lsak, nechta? 3 ta pi bog' bo'lishi kerak. Agar halqa bitta bo'lsa, nechta pi bog' bo'lishi kerak ekan? 3 ta pi bog'. Uni halqa necha burchakligi ahamiyatsiz. 6 burchak bo'ladimi? 7 burchak bo'ladimi? Demak, mana bu nima ekan bu? Bu aromatik ekan. 7 burchak bo'lsa ham, uni ichida nima bor? 3 ta pi. Demak, halqa bitta bo'lsa, 3 ta pi bog'i bo'lishi shart ekan. 8 burchak, 9 burchak bo'lib qolsa ham farqi yo'q. Halqasi bitta bo'lib, ichidagi pi bog'lar soni nechta bo'lishi kerak ekan? 3 ta bo'lsa, demak, u aromatik ekan deymiz. Tushundikmi? Endi ikkita halqasi uchun ko'ramiz. Halqa ikkita bo'lsa, 4 ko'paytirilgan 2, endi o'rniga 2 qo'ydik. Plus 2 desak, nechta bo'ldi? 10 ta pi bog' va pi elektron. Demak, uni 2 ga bo'lsak, 5 ta nima bo'lishi kerak? Pi bog'i bo'lishi kerak. Qarang, ikkita halqalisida, mana birinchisida pi bog'i nechta? 4 ta. Demak, bu aromatik emas. Ha, keyingisi-chi? Halqasi 2 ta, pi bog'i 5. Demak, bu aromatik ekan deyapmiz. Tushunarlimi? Hop, birinchi moddamiz. Aromatikmi? Desa yo'q, rostdan ham aromatik emas. Ikkinchisi aromatikmi? Halqasi bitta, pi bog'i nechta bo'lishi kerak? 3 ta. Yaxshi. Agar uchinchisi-chi? Yo'q, ha? Uchinchisi ham demak nima emas? Aromatik emas. Ana shunday. Nechtasini to'g'ri topsizlar? Demak, halqa soni bitta bo'lsa, pi bog'i 3 ta bo'lishi kerak. Halqasi 2 ta bo'lsa, pi bog'i. Agar halqasi 3 ta bo'lsa-chi? 4 ko'paytirilgan 3 plus 2 desak necha bo'ladi? Ha. 14 ta p elektron. Uni 2 ga bo'lsak, 7 ta nima bo'lishi kerak? Pi bog'i bo'lishi kerak. Shundaymi? Masalan, mana antratsin. Aromatik bo'ladimi? Nechta pi bog'i bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Halqasi 3 ta. Demak, bu ham fenantrin. Aromatik uglevod. Mana bu naftalin. Tushundikmi? Demak, benzol halqasi bir nechta bo'lishi ham mumkin ekan. Bir halqali aromatik uglevodorodlar, ikki halqali va ko'p halqali aromatik uglevodorodlar bo'lishi mumkin ekan. Endi aromatik uglevodorodlarning nomlarini ishlaymiz. Sistematik nomlashda asosan benzol halqasi raqamlanadi. Raqamlash kichik radikaldan zich tomonga amalga oshiriladi. Agar o'rinbosar bitta bo'lsa, halqa raqamlanmaydi. Agar o'rinbosar bitta bo'lsa, raqamlanmaydi. Buni benzol halqasi nechta vodorod bor edi? 6. O'sha 6 ta vodoroddan bittasi o'rinlashgan bo'lsa, radikalga bitta o'rinbosar deb ataymiz. Agar ikkitasini radikalga almashtirgan bo'lsa, ikkita o'rinbosar deb ataymiz. Tushundikmi? Hozir bizda nechta o'rinbosar bor? Bitta. Demak, mana shu bitta o'rinbosari bor bo'lsa, demak, bu raqamlash shart emas. Nima deb ataymiz? Radikal nomiga benzol so'zini qo'shamiz. Radikal nomi metil. Unga benzol so'zini qo'shamiz. Metil benzol. Etil benzol. Tushunarlimi? Keyingisi radikal nomi vinil. Unga benzol so'zini qo'shib qo'yamiz. Bo'ladimi? Ana endi agar o'rinbosar bittadan ko'p bo'lsa, endi raqamlaymiz. Qaysi biridan raqamlaymiz? Kichik radikallar zich tomonga. Endi biz hozir buni ikkalasi ham bir xil va soat silkasi qo'yiladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb raqamlaymiz-da. Ana endi 1, 2 dimetil benzol so'zini qo'shib qo'yamiz. 1, 2 dimetil benzol. Bo'ladimi? Keyingisi SH3 S2 H5 bo'lsin. Qaysi biridan raqamlaymiz? Metil radikal kichigidan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deymiz. Ana bu nomi 1 metil
3 metil benzol. Bo'ladimi? Masalan, boshqa funksional guruh kelib qolsin. Benzol halqasida CH3 NO2 bo'lib qolsin. Avval NO2 o'zini ko'raylikchi mana. Aytaylik, benzol halqasida NO2 bo'lsin. Mana guruhning nomi nima? Nitro. O'rinbosar bitta bo'lsa raqamlaymizmi? Yo'q. Nomi nitro benzol. Bo'ladimi? Nitro benzol. Agar nitro guruhdan ikkita bo'lib qolsa-chi, NO2ga nima deymiz endi? Nitro. Raqamlaymizmi? Ha, 1 2 3 4 5 6. Shundaymi? 1 2 dinitro benzol. Agar NO2 mana yerda joylashib qolgan bo'lsa-chi? 1 4 dinitro. 1 4 dinitro benzol. Tushunarlimi? Masalan, CH3 NO2 bo'lsin. NO2 dan qanday metildan? Kichikdan shekildan Metildan 1 2 3 4 5 6 deb raqamlaymizmi? Buni qilamiz. Nitro guruh qaysi o'rinbosarga emas, ha? Qanday nomlayapmiz biz? Sistematik nomlayapmiz. Metil CH3 NO2 bo'lsa, NO2 dan boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 mana buni nomi 1 nitro 2 metil benzol. Bo'ladimi? Masalan, galogen kelib qolsin-chi. CH3 masalan brom. Nimadan boshlaymiz? Galogendan boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6. Ana endi buni nomi 1 brom 3 metil benzol. Kim tushunadi? O'rinbosar nomenklaturasi bo'yicha. Agar benzol halqasidagi o'rinbosarlar qo'shni 1-2 holatda joylashgan bo'lsa, o'rta deb ataladi. O'rta. Buni qisqartirib O deb qo'yamiz. Oksilo. Ha? Bu tarixiy nom. Oksilo. Buni bunday yozib. Agar qo'shni 1-2 holatda bo'lsa nima dedik? O'rta. O'rta holat, ha? O'rta holat. Endi bu nomenklatura bo'yicha o'rta dimetil benzol. O dimetil benzol. O'rinbosar nomenklaturasi bo'yicha o'rta dimetil benzol deb aytamiz. Endi buni tarixiy nomi bilan oksilol deb atashimiz mumkin. Tushundingmi? Mana bu o'rinbosar nomenklaturasi bo'yicha nomi. O'rta dimetil benzol. O benzolning o'rta holatida ikkita metili bor. Bu raqamlar shart emas. Men buni 1-2 holatda joylashganligini ifodalash uchun raqam qo'ydim. Tushundingmi? Keyingi holat masalan, agar o'rinbosarlar 1-3 holatda joylashgan bo'lsa, ana endi buni meta deb ataymiz. Meta holat qanday holatda joylashgan bo'lar ekan unda? Qo'shni 1-3 holatda joylashgan bo'ladi. O'rinbosarlar 1 va 3-uglevodlarda joylashgan holatda meta holat deb atalar ekan. Ana endi buni nomi nima bo'ladi? Metani qisqartirib nima deymiz? Dimetil benzol. Bo'ladimi? Meta dimetil benzol mana shu o'rinbosar nomenklaturasi bo'yicha nomlash. Tushunarlimi? Agar o'rinbosarlar qo'shni 1-4 holatda joylashgan bo'lsa, CH3 mana CH3 deydi. Ana endi buni para holat deymiz. Para holat. Uni qisqartirib P qanday holatda joylashyapti bu? 1-4 holatda joylashyapti. Raqamlasa 1 2 3 4 va demak qisqartirib P dimetil benzol. Bo'ladimi? Para dimetil benzol deb ataymiz. Mana shu
o'rinbosar nomenklaturasi bo'yicha nomlash. Kim tushunmaydi? Ularni boshidagi bir ikki o'rnida 3 ham bo'lishi mumkinmi? 3-4 bo'lsa yana 1-2 bo'lib qoladi endi. Yonma-yon joylashgan bo'lsa 1-2 bo'ladi. Qayta turganda ahamiyatsiz. Tushundingmi? Demak, agar 1-2 holatda joylashgan bo'lsa, o'rta holat 1-3 holatda joylashgan bo'lsa, meta holat, 1-4 holatda joylashgan bo'lsa, para holat. Yana buni tarixiy nomi. Metaksiol. Buni tarixiy nomi paraksiol. Bo'ladimi? Yozib olamiz mana shu moddani. Endi mana qarang. Mana bu moddani nomi nima edi? Sahash 3 bo'lsa nima bu? Tolvol. Mana shu tolvolga shu tolvolni hosilalariga qaraydigan masalan, benzol halqasida bitta metil, bitta inoy bo'lib qolsin. O'rinbosar nomenklaturasi bo'yicha nomlash qanday bo'ladi? O'rinbosarlar 1-2 holatda turibdimi? 1-2 holatda turibdi. Shundaymi? O'rinbosarlar 1-2 holatda joylashgan. Uni farqi hozir. Qo'shni yonma-yon joylashganligini ifodalash uchun. 1-2 holatda joylashib turibdi. Xohlasa bunday 1-2. Ana endi agar o'rinbosar yonma-yon joylashgan bo'lsa nima deymiz dedik? O'rta. Demak, endi buni nima deymiz? O'rta nitro tolvol deymiz. Tolvolning o'rta holatida inoykisi bor degani bu. Tushundingmi? O'rta nitro tolvol. SH3 bo'lsin-chi? Uni nima bo'ladi endi? Meta holat. 1-3 holatda joylashgan meta nitro inoy.